Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga 2015-yildagi qop-qora svetdagi Captiva 3'ümüzde 4 bo'lganlar tayyor to'yib qo'ya minadigan mashina sevib ketib beramiz. İşlerine qaranglar, akkuratli saqlangan. Monitorlar ichida akopretlar bo'lgan. Rollar qo'ygan, esidin rollari. Mashinamiz yaxshi holatda turibdi. Ruchkalar ham esidin qo'yilgan. Balonlar toza. Eldilari Captiva 4 bo'lgan. Mashinamızı bilerim bilek boyana qara bo'lgan. Mashinamiz yaxshi holatda turibdi. Kraskasidan yonimda geçende vakuum modellar. Krelni eldinde to'liq kraskasi yo'q ekan. O'zingiz uchun bir tekshirtirib olasiz. Qora svetda 2015-yil bo'ldi mashinamiz. Metallari bor. Mashina metallari akkuratni etib qo'yilgan. Nomerlar ham 300 berim bilmadim. Sonra göremiz. Şimdi holatda yana do'stlar. Buna deviniz verilenmeye ya tolka oformlayapmi? Dolarlardan 300 numaraga yuraverasiz yana. Deviniz falan bo'lsa 4 yildanmi neyden o'xshaydi 95 region. Ishini holat do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa telefon uringlar, nomerlarni yozib qo'yaman. Egasi nomerlarini ham mashina yaxshi turibdi. 128 ming kilometr turibdi. Mashina metani bor. Kraskasi yo'q dedilar, shu vakuum bor dedilar krelni o'zida. 4 balonni toza. Bahasına geladigan bo'lsak, necha so'm deymiz bahasini? Bo'ladigan yeri 165 bo'lsa, beriladi ekan mashina. Kimga qiziq bo'lsa telefon uraverasizlar.